Chayon burji vakillarida nima gap so'z? O'zingiz ko'z oldiga keltirasiz. Chayon burjidagilarga 24-sentyabr, 23-oktyabr, yo'q, 24-oktyabr, 22-noyabrdagilar kiradi. Shu vaqtda tug'ilgan bo'lsangiz, rasklad sizga tegishli. Xursandchiliklar tushyapti. Ayol kishi bilan munosabatlaringiz yaxshilanishi bo'lishi borligi tushyapti bu yerda. Xursandchiliklar, oy sizga qandaydir xush xabarlar bilan, birdaniga приятный, emotsionalniy xursandchiliklar bilan o'zligingizni topishmi, shunga o'xshagan holatlar bilan boshlanishi tushyapti. Munosabatlaringizda nima gap so'z? Munosabatlaringizda ko'proq ayriliqdagilar sizlar shekilli. Munosabatinglarda yana ajrimdaligilar, haligi muomala qilmayotganinglar, bir-biringlarga yaqinlashtirmayotgan holatinglar bo'layotgani tushyapti. Yangi etapga o'tyapsizlar. Menimcha, уже yarashuvlar bo'layapti shekilli. Bu unda серьезный yarashuvlar, bir-biringlarga sog'inish. Agar yarashmasanglar, bir-biringlarga juda ham kuchli sog'inch bo'layotgani bu yerda ko'rinib turibdi. O'rtalarda ba'zilarda уже bu yerda erga tegish ham tushyapti. Menimcha, turmushga chiqish yoki nikohiga o'tish ehtimollaringiz borligi ham bu yerda tushyapti. Keyin o'tmishingizdagi odam bilan, bu odam bilan qandaydir anindaqa planlar qurishlaringlar ko'rinyapti. Yarashuv tuzinglar bu oyda. Agarda urushda bo'lsangiz, munosabatinglar yarashuvda bo'lib, agarda nikohda bo'lsangiz, munosabatinglar yaxshi, yana ham yaxshiroq etapga o'tishinglar borligi ko'rinyapti bu yerda. Agarda munosabatda bo'lmasangiz, qanaqa holat? Agarda munosabatda bo'lmasangiz, nima gap? Munosabatda bo'lmasangiz, yana diqqatchilik bor, qandaydir ko'p narsadan hafsalalaringiz sovib ketyapti sizni. Уже bu oyda sizga yangilik yo'q deyarli. Hafsalangiz sovib ketyapti, diqqatsiz, nastroyeniyingiz yo'q, tushkunlikka tushib qolyapsiz. O'zingiz ustingizda energiyangizni ishlash esingizdan chiqmasa, munosabatda bo'lmasangiz agar. Oilangizda nima gap? Oilangizda ham shu kartada ko'raveraylik, nima gap ekan? Oilanglarda cho'ta nimalardir bo'lish borligi, ehtimollari borligi tushyapti. O'zgarishlar bo'layotgani, qandaydir kelishmovchiliklar bo'layotgani, lekin bu holatlarda ko'p narsa, o'sha xursandchilik, pul kelishi borligi oilangizda, qandaydir bu oyda xursandchiliklar bor. Turmushga chiqishingizni yokida sizni xursandchiligingiz oilangizga ham ta'siri bo'lyapti, diqqatchiliklar bo'lyapti. Birdaniga qandaydir siqilish, diqqatchilik narsadan уже yaxshi etaplarga o'tishinglar bor. Oilangizdagilarda menimcha bu oyda jicha kasal bo'lishlari bor-ku, lekin atak yaxshi, unaqa vahimali narsa yo'q oilangizda. Yaqinlaringizda уже yomon narsalar tushmayapti. Ishingizda nima gap so'z? Ishingizni ko'raylikchi. Ishingizda nima gap? Sizga kuykaninglar paydo bo'ladi. Sizni ko'p kopировать qilishadi. Sizni yangi ishlaringiz oldiga bosishi, yangi g'oyalar kelishi. Siz bu oyda ishingizni mutaxassissiz. Lekin yon atrofingizdagilar sizni poylab, qandaydir sizdan o'rganish degan narsalarni qilishadi. Qandaydir yangi g'oyalar, xursandchiliklar bu oyda ishingizni charchab qolish, urinib qolish bo'lyapti-yu, lekin baribir ham siz harakat qilib, mehnat qilishdan toymayapsiz. Уже qandaydir o'zgarishlar bo'lyapti. Xursandchilikka уже mo'shni energiyada, mo'shni oldiga bosish degan narsalar bo'lyapti. Ishingizda juda ham zo'r kartalar tushdi. Birdaniga vplesk cho'chitib qo'yish mumkin, lekin siz bu oyda yutuqda, полностью ishingizda yaxshi energiyalarda chiqyapsiz. Agar ishsiz bo'lsangiz-chi? Ishsiz bo'lsangiz, sizga ish chiqishi tushyapti. Menimcha, erkak kishi orqali ishlashingiz bor. Ish chiqyapti. Agarda bu oyda ishsiz bo'lsangiz, ish chiqyapti. Kutilmagan holatlaringizda nima gap so'z? Kutilmagan holatlarda nima gap? Kutilmagan holatlarda nima gap? Birovni qizg'anchiligini deb qandaydir problemalarga jicha kirib qolishingiz bor. Diqqatchiliklar,
qizg'anchilik, qanaqa pastlik, hassasligini hisobiga sizga o'yin qiladimi, shunga o'xshagan holat, jicha problemaga kirib qolishingiz bor. U joydan yo o'zingizni oqlashingizga to'g'ri kelyaptimi, shunga o'xshagan holatlar bo'lyapti. Jicha diqqat qilib qo'yyapti sizni u narsa. Kuygan odamlar sizga jicha dilozorlik, xafagarchilik holatlar keltirib qo'yyapti. Lekin siz ko'proq anaqa nima deydi, siz ham o'zingiz ham yaxshi energiyalarda tushyapsiz. Yana ham sizni fikrlashingizni kengaytirishga, yana ham sizni aqlli bo'lishingizga majburlayapti. Xullas kalom, sizga bu kelayotgan problema. Baribir ham siz yutqudasiz bu yerda. Eplab uddalab chiqib ketyapsizmi bu muammoni? Yo'q, jicha diqqat qilib qolyapsiz. Kutish jarayonida qandaydir hafsalalaringizni sovutib qo'yyapti, shunga o'xshagan holat bo'lyapti. Nimadan ehtiyot bo'lishingiz kerak bu oyda? Nimadan ehtiyot bo'lishingiz kerak bu oyda? Qandaydir yo'lga chiqishingizdan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Uzoqroq yo'ldan ehtiyot bo'ling. Tanlov qilish kerak bo'lsa, tanlov qilmay turing bu oyda. Ko'proq 7:3 bir keskaningiz ma'qul. Srazu bir qarorga kelvormang. Qayta tanlov qiladigan bo'lsangiz ham nima deydi? Nimaga hamma taraflama o'ylaningda, sizni bu narsa anaqaga olib kelib qo'yyapti. Hech narsa eplolmay qolishingizga, hech narsa qilolmay qolishingizga. Xullas kalom, tashlaydigan qadamingizni qayta o'chkab, qayta hisoblab tashlang. Uzoqqa boradigan bo'lsangiz ham, tanlov qiladigan bo'lsangiz ham, shtob keyin orqasidan holatingiz yomon bo'lib qolmasligi uchun. Bu oyda sizni nima xursand qilyapti? Kimnidir dang'illagani xursand qilyaptimi? Sizga yomonlik qilgan, sizga yo'q degan odamlarda qandaydir dabdalasi chiqishi sizni xursand qilyapti. Zo'r karta tushdi. Sizga yomonlik qilgan odam, sizga даже ilmamal qilgan odam, sizga yomonlik qilgan odamni vayrona bo'lishi, to'ntalishi, shu narsasi sizni xursand qilyapti. Dushmaningizni sizga yomonlik qilgan, yomonliklar o'ziga qaytishi sizni xursand qilyapti. Bu yerda psixologik holatingiz qanaqa? Psixologik holatingiz qanaqa bo'lyapti bu oyda? Siz menligingizni topyapsiz. Sizda tuzila siqilinishlar bo'lyapti. Jicha halindaqa nastroyeniyalaringiz yo'q bo'lib, ko'p narsalar hisob-kitobli bo'lib, lekin baribir siz menligingizni topib, menimcha nima deydi? O'zingizga to'layapsiz, o'zligingizni topib, o'zligingizni boyityapsiz. Shunaqa duxovniy taraflama sizda o'sish degan narsa bo'lyapti. Женский energiyangiz qanaqa ishlayapti? Shuni ko'raychi. Ayolli energiyangiz qanaqa ishlayapti? Go'zal, chiroyli. Siz deyarli energiyangiz jicha tushishi bor, lekin yangiliklar bo'lib, qandaydir oldiga bosishi bor. Bir o'rtada hafsalalaringiz sovib, hech narsa energiyangiz ham pastlab ketishi bor, keyin sekin o'zingizga kelib, yana ko'tarilib, holatdan chiqishingiz ham borligi tushyapti. Butun oyda energiyasi qanaqa o'tyapti sizga? Butun oyda energiyasi bu oyda holatda sizga jicha qiyinchilik bo'lishi bor. Qiyinchilik bo'lib, nima deydi? Cho'zilib qolishi, yomon holatga tushib qolishi borligi tushyapti. Shunaqa diqqatchiliklar jicha sizni ezib qo'yishi bor, lekin biling, to что harakat qilaversangiz, oldinga bosib, yaxshilikka chiqib kelishingiz borligi bor. Bu karta nima deyapti? Sizni voqeangiz hali berga tugamaydi deyapti. Nimaga degan savolni berishingizga hojat yo'q. Holatga qarab ish tutib chiqaring. Ko'proq uyingizda orom oling, uyingizda tinchlaning, uyingizda orom oling deyapti. Hisobda ko'proq oromingizni uyingiz bilan bag'ishlang. Хотя бы uyingizda tinchlik, xursandchilik shunaqa narsalar bor-ku, ko'proq shu narsaga qoching deyapti. Sog' bo'linglar, o'zinglarga ehtiyot qilinglar.